Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Qashqadaryo G'uzor shahridamiz. Oxy 970 apparatimizni Yusuf aka 6 oy oldin olib kelgandi. Aka, apparat ishlashi qanday? Yaxshi, assalomu alaykum kuzatuvchilar. Yaxshi, apparat ishlashi 6 oy bo'ldi olganimizga. Yaxshi sepyapmiz, ishlatyapmiz. Kamchilik yo'q, hali bir buzilgan joyi yo'q. Qanday firma tomonidan berilgan yordamlar, berilgan ko'maklar sizni qoniqtiryaptimi? Bular qoniqtiradi. Mutaxassislar kelib turibdi. 2 marta keldi 6 oyda ichiga. Keldi, ko'rib, kuzatib ketyapti. Qanday ishingizda to'xtab qolish? Yo'q, to'xtash yo'q. Holatlar faqat ishlash kerak. Yaxshi balla kerak. Spatilni ushlaydigan, tortadigan balla kerak. Kuchli, yaxshi balla kerak-da, ishlagan balla kerak. Spatil tortsa bo'ldi, bag'ini o'zim o'rganib oldim. Hamma joyini. Ko'pchilik apparatimizni narxi juda ham qimmat deydi aka. Narxiga stoyitmi, tavsiya qilasizmi qolganlarga? Bo'ladi, ishlatsa bo'ladi. Foydalansa qoplaydi. Ko'p ham qimmat emas, o'rtacha yaxshi. Narxi yaxshi bo'ladi. Apparat pulini qancha vaqtda chiqarib qoplab oldingiz aka? Endi u sir bo'la qolsin. Buni ham aytaversak bo'lmaydi. Ish bo'lsa, ob'yom bo'lsa, bo'lib ketadi 1 oy, 2 oyda ichida. Bo'lmasa qiyin, ob'yom bor olsa bo'ladi, ob'yom topish kerak, apparat olsa bo'ldi o'zi. O'zini o'zi qoplab ketaveradi 1 oy, 2 oy. Qolgan mijozlarimizga tavsiya beramiz? Tavsiya beramiz. Bemalol olib ishlataversin. Kerakli bunday tushunchalar bo'lsa, men o'zimiz ham yaqin joydan bo'lsa, tushuntirib yuboramiz. Tushunmaganlar bo'lsa bemalol murojaat qilaversin. Telefonni ko'rsataverasiz. Telefonim bor. Azizlar, kimga apparatimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling. Yana ham to'liqroq ma'lumotni beramiz.